Uylanishlik. Xudo sizlarning tushunchasida bu musibat. O'g'lim deyapti. Bugungi kuning seni hayotidagi eng baxtli kuning. Shu kunda qadrga yetgin desa o'g'li aytayapti. Dada, to'y etdagayu desa, bolam men bilaman nima deyotganimni deyapti. Tushunarlimi? Uylanding, tugading degani. Bularning tushunchasida uylanishlik hayotni huzur halovatidan foydalanishlik tugadi. Endi o'lding degani. Yana bular uylanganda ham eng bir qaddi qomati tekis, go'zal ayolga uylanishlik kerak deyshadi. Agar shunaqasiga uchramadingmi, demak sen baxtsizsan. O'zi uylanishlik ular uchun musibat. Islomda-chi? Yigitlar jamoati dedi Alloh Rasululloh. Man istata minkumul ba'a falyatazawwaj. Kimlar uylanishlikka imkon topsalar uylaninglar degan. Tezroq uylaninglar degan. Alloh va payg'ambarning bergan o'lchovda tezroq uylanishlik kerak. Kim uylansa dinini yarmini komil qildi degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, qolgan ikkinchi yarmida Allohdan taqvo qilsin deydi. Bularda nima deyapti? Siz, men, oilamiz islom bergan o'lchov bilan qarayapmizmi hayotga? Shu savolni beringda. Avvalgi ma'ruzalarimda aytganman. 10 ga kirgan, 9 ga kirgan o'g'lingiz, qizingiz sal esini tanib qoldi. O'tkazib turib so'rang. Bizning mahallamizda eng zo'r yashayotgan kim? Bizning mahallamizda eng yomon yashayotgan kim? Shunda haligi 9-10 ga kirgan bolangiz, agar sizga dunyosi to'lib toshayotgan odam zo'r yashayapti, dunyosi yo'q, kambag'al, faqir yashayotgan odam yomon yashayapti dedimi? Demak, sizning oilangizdagi o'lchovda aytdi shu odam. Shu bolangiz sizdan eshitgan, onasidan eshitgan, oilada berilayotgan tarbiyaviy muhitdan olgan xulosasini aytayapti. Qani bu yuborib qilib ko'ringlarchi shuni. Yo'q, onalar bo'lmaydi, ham yo'g'i zo'r bo'lsa ham namoz o'qimaydi ular. Qizlar manaqa avratlarni ochib yuradi, otasi manaqa aroq ichib keladi. Ularnikida manaqa bir din bo'lmaydi deb turib aytayotgan bo'lsa, endi monalar yaxshi. Dunyoda latta-lutasi zo'r bo'lmasa ham Allohni taniydi, aroq ichmaydi, halol bunaqa deyotgan bo'lsa, demak tushunarliga boyaga yosh bolangizni berayotgan javobi sizning kimligingizni sizga o'zi ko'rsatib beradi. Biz dunyoga qaysi ko'zoynak bilan qarayapmiz? Ayrim namozxon bo'lgan ukalarimiz sal semizroq mashina minib olsa, yurishi boshqa cho'p qolyapti. Men o'zim guvoh bo'lgan narsani aytayapman. Dars o'qiydi, 5 mahal namoz o'qiydi, Allohni taniydi, haromza, lekin qimmat mashina olgandan keyin xuddi shu qimmat mashina minib tug'yonga ketayotganlarni uslubida haydar ekan. Men o'zim mashinasida o'tirdim o'shtalar. Chiqib qo'yapti zirishlikda. Narigi kichkinaroq ali mashina. Uni qisqa o'tib ketsa bo'lardi. Demak, sen shu mashinani olgandan keyin shunaqa e'tiqoddagi odamlarning tushunchasi bilan haydayapsanmi? Demak, hali tuzalganing yo'q sen. Odamni kiyimiga qarab, minib kelgan mashinasiga qarab turib, ikki qo'llab ko'rishib, piyada sal eskiroq kiyib kelganga qo'lini uchib berib qaramayapsanmi? Demak, seni hali ham o'lchovga ushladi o'lchov. Qimmat mashina minganlar ko'zlari katta ochildi. Zulm qilyapsizlar. Allohdan qo'rqinglar. Qizil yurmanglar, birovni qismanglar, signal chalmanglar, yo'lga turib olmanglar o'rtaga. Mashinalarni ikkinchi qilib qo'yib qo'ymanglar. Gunohkor bo'lyapsizlar, birodarlar. Agar sizni mana shu qilgan, qoidaga rioya qilmagan ishingizdan bir odam musibat chekib, avariya bo'lib o'lsa, siz ham sheriksiz shuni o'lishligida. Moliga, joniga talofat yetadigan bo'lsa, siz ham javob berasiz qiyomat kunida. Zulm qildingiz. Endi boyaga qimmat mashina qilayotganlar kichkinaroqqa tushib qolsa, uni qisishib yuborsa, normallik deb ketaveradi. Shunaqa bo'ladi deydi. Musulmon odam uylanishlikka qanaqa qaraydi? Allohning nuri bilan qaraydi. Payg'ambarning o'lchovi bilan qaraydi. Fazfar bilatid-din taribat yadak. Dindorini tanlagin, baraka topgor degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ha, albatta chiroyli bo'lsa, nasl nasabli bo'lsa, boy bo'lsa, yana dindoron bo'lsa, nur ustiga nur. Qani bunaqa kelin? U agar hamma sifatlar jamlangan bo'lsa, zo'r. Ammo birinchi o'ringa akalar dinini qo'yishligi kerak. Chunki musulmonning o'zining nimasi bor? O'lchovi bor. Shuning uchun musulmon odam dunyoga to'g'ri qarar ekan, birodarlar.
harom tijorat har qancha katta foyda keltirayotgan bo'lsa ham balo deb qaraydi buni. Halol tijorat qilib ozroq topayotgan bo'lsa ham barakot deb qaraydi bunga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis shartida shunday marhamat qiladilar. Imom Termiziy va Ibn Mojada Man asbaha minkum aminan fi sirbihi muafa fi jasadihi indahu quta yawmihi fakannama hizat lahu ad-dunya. Mana shu inson Payg'ambar alayhisalom bergan o'lchov bilan qarasa, qarang qanaqa bo'ladi. Rasul aytibdilar. Kimki o'z uyida omonlikda bo'lsa, jasadi salomatlikda bo'lsa, kunlik taomi huzurida holda tong ottirsa, xuddi unga butun dunyo jamlangandek bo'ladi. Nima deyildi? Uyi omonlikda, tani salomatlikda, bir kunlik ovqati bor holda uyg'onsa, hamma dunyo mana shu odamning cho'ntagida ekan deyapti. Aytinglarchi, yo'qmi odamlarda shu narsa? Yo'qmi shu narsa? Bor. Lekin ko'radimi shuni? Nimaga ko'rmaydi? Nima deb o'ylaysizlar? Nimaga ko'ra olmayapti mana shu 3 ta ne'matni? O'sha g'arb bergan madaniyat bilan qarayapti. Ular bergan tushuncha bilan o'lchayapti. Lekin payg'ambarimiz aytgan, "Ertaman uyg'oning, maza qiling, birodar, maza qiling. Tursiz yurtingiz tinch. Boshingizda tomingiz bor. Taningiz sog', ichsa bir piyola choy bor, bir chilam non bilan. Bu qanaqa ne'mat, birodarlar? Har kun ertaman turib derazada shunday ochingda qarab turib, bitta chuqur nafas olib, alhamdulillah deying. Joningiz omonda. Yurtingizda tinchlik, boshingizda tomingiz bor, bir kunlik ovqatingiz bor. Agar shunaqa bo'lsa deyapti payg'ambarimiz, eng boy odam shu deyapti. Endi bu musulmonlar o'lchovi. Bu inson shunday bir xotirjamlikda yashayaptiki, buni pul bilan o'lchab bo'lmaydi. Chunki hadislarda shunday keladi, kim dunyodan o'ziga yetadiganidan oshiqchasini olgan bo'lsa, bas sezmagan holda o'zining halokatidan oldi. Dunyoda o'ziga keragidan oshiqchasini olgan bo'lsa, bir inson o'zi bilmagan holda o'zini halokatidan oldi. Kim tong ottirsa, g'ami dunyo bo'lsa, turdiyu ishga borish kerak, turdiyu moncha olib kelish kerak, turdiyu moncha sotish kerak. Kim tong ottirsa-yu, uning eng katta g'ami dunyo bo'lsa, mana nima bo'ladi qarab turing. Alloh taolo uning faqirligini ikki ko'zining o'rtasiga yozib qo'yadi. Ishini sochib qo'yadi. Lekin dunyodan unga faqat yozilgan narsa beriladi. 50 ga kirsa ham ishlayapti, 60 ga kirsa ham ishlayapti, 70 ga kirsa ham shu ishlayapti. Yo harom emas ishlash, lekin g'am bo'lib qolmasin bu dunyo. Demak, mushkula hayotga Alloh taoloning nuri bilan qarashlikda. Agar Allohning ahli bilan birga bo'lmasa inson, solih kishilar bilan birga bo'lmaydigan bo'lsa, hech qachon dunyoga islom, iymon nuri bilan qarolmaydi. Chunki ahli ilmlar, Allohni tanigan kishilar so'raysiz, javob beradi. Talab qilasiz, ko'rsatadi, yo'lingiz munavvar bo'ladi. Biror masalada javobni qidirdingiz, Allohning hukmini sizga bildirishadi. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha va kunu ma'as sodiqin. Ey mu'minlar, Allohdan qo'rqinglar va iymonlarida rostgo'y bo'lgan zotlar bilan birga bo'ling. Kunu ma'as sodiqin. Iymonlarida rostgo'y bo'lganlar bilan birga bo'ling. Domla kreditga pul olgan bor, bir res urib kelsam, qutulib ketaman kreditdan deb so'raydi. O'zi odatda bizlar olib bo'lgandan keyin so'raydi. Men savol javob qilib kiramiz. Mana qiluvdim, endi nima qilay? Men qanday bilay endi? Sen shuni qilmasdan turib so'ragan edim, men aytardim, harom, yaqinlashma. 1% emas, 0.1% bo'lganda ham harom. Pacharing chiqadi deb aytar edim. So'ramading, endi bittar ol. Endi tavba qil. Ana shunday bir iymonida sodiq bo'lgan, Allohni tanigan taqvodor bandalar bilan birga bo'lishlik kerak bo'ladi. Yolg'iz qo'yib bo'lmaydi, birodarlar. Chunki atrofimizda vasvasa, xavotir, shirk, ma'siyatlar to'lib yotibdi. Mana shunday bir gunohlardan, ma'siyat, vasvasalardan iborat o'rmonda qolib ketmasligi uchun iymonida sodiq bo'lgan kishilar bilan birga bo'lishligimizni Parvardigorimiz amr qiladi.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.